Qadrdonlar, assalomu alaykum. Yangilik so'raganmidinglar? Mana sizlarga yangilik. Ham katyol, ham pechka vazifasini bajarib beradigan shunaqa narsa ixtiro qilishdi farg'onalik akalarimiz. Qaranglar, bu o'zi turgan xonani isitadi va qo'shimchasiga ichida suv aylanadigan sistema qilingan va tentlar qo'yilgan ekan. Ya'ni qo'shimcha xonalardan, ya'ni bolalaringiz, ota-onalaringiz xonasiga ham sistemani ulab qo'yadigan bo'lsanglar, suv qaynashini qaranglar, 100 gradus. Qo'shimcha xonalarda ham isitoladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Muhammad Sodiq, yaxshimisiz? Aka, endi nima qildinglar? Bitta tushuntirish bering bunga. Aka, bu katyolimizni oldingi eski versiyasini yangilab, aka tentli qilib, turba sistema qilib, usullarni qilib qo'ydi aka. Ichini ko'rsatib qo'ying, mana turbalari. Ya'ni mana shu yerdan ham issiqlikdan foydalanish. Turbada tepa tomonda ham bor, past tomonda ham turba bor aka. Hamma tomonlama issiqlikni tezroq yetkazish uchun, boshqa uylarda ham yaxshi gradusda isitish uchun shunaqa usullarni holatda qildim. Bunga motor qo'yiladi, sirkulyatsionni hozir qo'ymaganmiz. Sirkulyatsionni motor qo'yiladi aka, где-то 300 ming so'm turadi u motor. Bu kichkina-yu hajmi 30 litrcha suv ketadi-da, mana rashbaklari bilan qo'shilib, turbalari bilan qo'shilib 30 litrcha suv ketadi. Shuni hisobiga aka 50 kvadratdan 55 kvadratga isitaveradi aka. Shu umumiy. Deyli mana turgan xonasini ham qo'shib. Mana uni 20 kvadratli xonasini qo'ysa, ikkitasiga radiator qo'yib qo'ysa isitaveradi aka. Zo'r. Buni avvallar odamlar so'rardi, to'g'rimi? Manaqa pechka sotasizlar sizlar. Bunga masalan suv aylanadigan sistema qilib, yana qo'shimcha issiqlikni olib qolsa bo'ladimi deyishardi. Shundan kelib chiqib yasadinglar, to'g'rimi? Shundan kelib chiqib odamlarning gaplaridan kelib chiqib yasaldi bu narsa. Xudo xolisa. O'rnatilgan joylari ham bormi? O'rnatilgan joyini aka videoda oxirigacha ko'rishsa, bundan eski holatdagi pechkamizni, katyolimizni berganmiz, bitta akamiz qo'yib foydalanyapti aka. Adashmasam siz uyingizga ham qo'ygansiz? O'zim uyimga ham qo'yganman aka. Gap yo'q. Lekin bunisidan qo'ymaganman. Yarimda chiqdi bu aka bu. Eskisidan qo'ygansiz. Eskisidan qo'yganmiz aka. Bemalol terim. Eng qizig'i aka ovqat pishirsa ham bo'laveradi bemalol. Ustiga qo'yib? Ustiga qo'yib ovqatlarni qo'yib qo'ysa ham pishaveradi. Xullas, 3tasi bitta deymizmi, 4tasi bitta deymizmi? Bitta quyon bilan 5 ta o'qitib yuboraverasiz aka. Gap yo'q. Qoyil. Akalar, yangi yillar sizlarga yoqqan bo'lsa, klassik mo'ljallarni bosib qo'yinglar. Endi narxidan gaplashaylik aka, men doim obunachilarga narxini aytaman. Necha pul qilib berasizmi? Aka, narxi Vodiy Obzor kanali uchun aka, xudo xolisa buni eski variantingizni o'zi 2 million 300 sotganmiz aka. Buni xudo xolisa 2 million so'm qilib beryapmiz aka. Yangiliklarni qo'shib, hamma yo'q aka, endi tentli holati aka, turba sistema aka, usulli holatdagiz bo'lsa ham narxini 2 million so'm qilib beryapmiz aka. Gap yo'q. Shu joyiga klassik mo'ljallarni bosib qo'yinglar. Qadrdonlar, ko'rdinglar shu holat. Endi yo'q, men katyol emas, pechka ma'qul desalar, marhamat, pechkadan bor. Pechkadan ham muammo yo'q, ishlab chiqarish o'zimizga aka. Hamma yo'q bor. Kraska qilingan, 1200 gradusga chidaydiganmi? Kraska muammo yo'q aka, kraskani biz o'ylab topganmiz degan bo'laveradi aka. Bunga kraskani o'rnatishdan oldin bitta tashqarida yoqib olish kerak ekan, chunki tutaydi kraska. 5 minut aka tutatib olish kerak aka. Bo'lmasam kraskani hidi o'zini holatiga kelib olmaydi, shuning uchun tutab ketib qolishi mumkin. Tutab ketib qoladi. Hozir mana tutun yo'q. Tutun yo'q, xudo xolisa. Hamma eshik ochiq bo'lsa ham tutun yo'q. Tepasidan bu yoqdan chiqyapti. Qandaydan ketyapti. Lekin aka, katyoldan chiqayotgan issiqlikni qarang. Normalniy qaynatgan. Agar mashinaga motorchi bo'lsa aka, uyiga rezultati zo'r beradi aka. Zo'r gap yo'q. Yoqdi menga to'g'risi. Endi ikkinchi savol, aka, xavfli emasmikan? O'zingiz mana 1 yil o'tirdingiz shunda, xavfli emasmikan? Yo'q, endi aka, umuman xavfli anaqasini sezmadim, chunki o'zim ishlatyapman anchadan beri. Pashti 7 oycha bo'ldi aka, ishlatyapmiz, umuman xavfli joyi yo'q. Bu sezonga xudo xolasa mana shunda foydalandingiz-a? Xavfli bo'lmasligi uchun ochiq sistemaga tavsiya qilamiz bu katyolni. Ochiq sistema bor, zakritli sistema bor. Zakritli sistemaga bu gibrid katyolimiz bo'lmaydi. Ochiq sistemalarga. Ochiq sistema bo'lsa, xudo xolasa 100%. Mana shunaqa ochiq degani sistema mana shu aka. Ochiq degani shu, hamma montaj bir xil bo'laveradi, faqat rashlitinida usti ochiq bo'ladi. O'shani ochiq sistema deyiladi. Rashlitinida hamma yo'g'i yopiq bo'lsa, o'sha yopiq sistema bo'ladi. Shu yopiq sistemaga bu katyolimizni tavsiya qilamiz. Zo'r. Mana shunaqa gaplar akalar. Qarang, mana ovqat ham o'sha qaynashni boshladi aka. To'g'ri. Bu yoqda o'zingiz xonangizda yoqib, ovqat bu narsalar pishirib, suvlarni tepasiga qo'yib qo'yasiz. Isib ham turaveradi, bu yoqda xonalar ham suradi. Zo'r akalar. Eng zo'r tomoni aka, bitta joyga yaqasizda, onamni, otamni uyi sovuq qolmadimikin yo bolalarni sovuqda qolib ketdimikin demaysiz. O'zingiz xonangizga qo'yib olsangiz aka, hamma xona suradi. Hamma xona suvlar. To'g'ri. Bir xilda isitib turaveradi aka. Gap yo'q. Akalar, ko'rdinglar. Yonishini ko'rib qo'yaverasiz. Bitta e'tibor bering yonishiga. O'tin ko'mir tanlamaydi? Yo'q, umuman tanlamaydi aka. Shunaqa gaplar akalar. Rasxodlarini endi sovuqqa qarab, kvadratga qarab chiqadi. Rasxodini endi o'zingizlar yaxshi ko'rgan yerda bilasizlar, lekin mana shunaqa rasxod qiladi taxminan, to'g'rimi? Bir sutkaga aka 20 kilo, 23 kilo yoqaveradi. 50-60 kvadrat. 55 kvadrat deylik aka. 55. Hozir aka biz 70 kvadrat deb bersak, 120 kvadratga qo'yaveradi aka. Buni 50 kvadrat desak, 100 kvadratga qo'yib yuborganlar ham bor-da. To'g'ri aytdingiz-ku. 50 kvadratga deb bergansizlar, 70 ga qo'yib yubordi. 70 ga qo'yib yuboring. Keyin isitmayapti degan anaqa ham bo'lib qolishi mumkin-da. To'g'ri. Shuning uchun standart bo'yicha qo'ysanglar yaxshi. Klass mo'lchasini bosib qo'yishingizdan chiqmasdan shu videomizni shunaqa katyol qildiraman, lekin qimmatga tushar ekan deb qo'ydirmasdan yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Sababi katyol sistema qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha mana men o'zim qo'ydirganman. Taxminan 3000-4000 dollarlarga aylanadi. Bu borsa 500 dollarga bormas ekanda. Bormaydi aka, xudo xolisa. Gap yo'q. Xursandman shundan akalar, hamma shunaqa issiq, shunaqa narsalardan foydalanib xursandmiz. Shuning uchun videomizni jo'natib qo'yinglar. Mana pechkamiz o'rnatilgan.
Necha minutda chiqdi? 25 minutda 50 gradus. Mana ustida tuxumlar pishiryapmiz xudo xohlasa. Ataplar yaxshi. Motor qo'yilgan. Mana ikkita radiator beda. Bitta 160 ga 30 beda. Xudo xohlasa isig'izor. Beda bitta. Ikkita. Mana ustida tuxum pishiryapmiz.